Первая серия. Всем добро пожаловать на церемонию выпуска 2014-2015 года. Сегодня мы собрались здесь, чтобы услышать клятву выросших героев. Выпускников полиции для большого турецкого народа. Эйлим? Где он? Ты видишь? Нет. Если не скажет, даже не узнаю. Что пытается сделать этот ребенок, я не понимаю. Это же Сарп, тетя Фюсун. Не знает, что и когда вытворит. Почему он врет, что церемонию отложили? Вольно! Смирно! Вольно! Смирно! Конституция Турецкой Республики. Конституция Турецкой Республики. Конституция Ататюрка и революционеров. Конституция Ататюрка и революционеров. Народный. xolis va tenglik tamoyillariga asosan amalga oshirishga Turk millatining milliy, demokratik, suveren huquqiy davlati sifatida. Sarp, nima qilyapsan bu yerda? Marosim boshlanib bo'ldi-ku. Turkiya Cumhuriyati oldidagi burch va majburiyatlarimni anglagan holda bularni amalda ko'rsatishimga nomusim va sharafim bilan qasamyod qilaman. Rostlan, vatanimiz va millatimizga xayrli bo'lsin. Komisar Yusuf! Yo'q. Tegmanglar unga. Bir hafta avval. Hayron qolarli.
birdan paydo bo'lib qolding. O'g'lim, kelishingni nega menga aytmading? Syurpriz bo'lishini xohladim. Fusun xola, menimcha och qorinni to'ydirish uchun kelgan bo'lsa kerak. Akademiyadagi askarlar ovqatidan qorni to'ymagandir-da. Qayerdan bila qolding-a? Qani, bo'la qol. Xo'randalar ovqatini kutib qolishdi. Yoqimli ishtaha. Oldin ish, ovqatga erishish qilish kerak. Sho'rvam olib kela qolsangiz-chi? Albatta. Bizni palov nima bo'ldi, komissar? Qorni ochib ketdi-ku. Biroz sabr qiling hozir. Men yo'qligimda bu ishlarni qanday epladinglar? Ma ushla. Shu ham ish bo'ptimi? Sen yo'qligingda shuncha ishni kim qildi deb o'ylaysan? Seni rostdanmi? Nima deb o'ylaganding? Ma ushla unda. Qani bo'la qol. O'g'lim, qo'lidagi savatlarni olmaysanmi? Qo'yavering Fusun xola. O'zim bir amallayman. Omadingni bersin. Men qilmadim. O'g'limni qanday qilib olib kelding o'zi? Xolajon, ko'nglingizni olish uchun har qanday ishga tayyorman, bilasiz-ku. Sen hali ularga yaxshi ko'rinish uchun mendan foydalandingmi? Albatta. Bu gaping bilan meni qattiq ranjitding. Eshitaman. Sarp Yilmaz. Ha, men Yusuf Kayaman. Hoziroq mahkamaga yetib kel. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Xo'p bo'ladi, mudir bey. Nima bo'ldi? Xudo haqqi bilmayman. Mahkamaning bosh mudiri qo'ng'iroq Nima qildi. ishi bor ekan? Hech narsaga tushunmadim. Tezda yetib kel dedi. Ana bo'lmasam, yana bir baloni boshlagandirsan-da? Elim, bir marta bo'lsa ham jiddiyroq bo'lsang-chi. Voy, buni qaranglar-a. Mahkamaning bosh mudiri qo'ng'iroq qilgandan keyin shunday bo'lib qoladi-da, a? Shundaymi? Tinchlik bo'lsin-da ish qilib. Xolajon, endi tinchlik bo'lmaydi. Hali akademiyani bitirib olsa, hech kim ortidan qolmasligi aniq. Meni o'g'lim hammadan aqlli. Voyjon, endi hech qachon ishlab charchashingizga yo'l qo'ymayman. O'zim qarayman sizga. Sen o'z hayotingni qurgin, o'g'lim. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Onajonim. Mayli, men bora qolay. Qo'ng'iroq qilib qo'y, xavotirga qo'yma. Xayrli kun, Sarp. Yaxshimisiz, xolajon? Ha, qo'shni juda xursand ko'rinasiz. Ha, nega xursand bo'lmas ekanman? O'g'lim yaqinda komissar bo'ladi. Xayriyat, bizning mahallamizda ham komissar chiqdi-ya. O'rnak bo'lsa mahallamiz bekorchilariga. Tashakkur. Lekin unday otadan bunday o'g'il chiqishiga ishonish qiyin. Kiravering. Hayajonlanyapsanmi? Biroz. Nima uchun chaqirdi deb o'ylayotgandirsan? Bilmasam bir narsa deya olmayman. Menimcha bilasan, kamtarlik qilyapsan xolos. Politsiya akademiyasining a'lochilaridansan, boshqarma boshlig'ining shaxsan o'zi qo'ng'iroq qilib seni chaqiryapti. O'rningda bo'lganimda ishim tayin deb xursand bo'lgan bo'lardim. Ha. Sen bilan bir o'yin o'ynaymizmi, Sarp Yilmaz? Men senga bir odam haqida gapiraman, sen esa uning kimligini topishing kerak. Sakkizta qotillik, 20 dan ortiq yaradorlar. Jinoyatchilarning eng ashaddiysi. To'da boshlig'i Jalol Dumanning eng sodiq odamlaridan biri. Bu kim seningcha? Meni otam. Lekin uning manfur ishlariga meni aloqam yo'q. U men uchun allaqachon o'lgan. Shunaqa degan. Bu kishini-chi taniysanmi?
Jalol Duman. Topding xuddi o'sha kabobchi Jalol. Sen otang xizmat qiladigan to'da boshlig'i. Otang Jalolga juda sodiq ekan. Qamoqqa tushgandan keyin ham og'zidan gap chiqmadi. Uni sotmadi. Sen ham shundaymisan? Nima deganingiz bu? Tushunmadim. Sen ham politsiyachi bo'lib olganingdan keyin otang kabi Jalolning odamlaridan biri bo'lasan, shundaymi? Nimalar deyapsiz? O'zingni bilmaganlikka olma. Kimni aldayapsan? Unday demang, bu ma'lumotlarni hech kimdan yashirganim yo'q. Vaqt o'tishi bilan men buni nazarda tutganim yo'q. O'zingni aqlli ko'rsatib politsiyachi bo'lib olmoqchiliging haqida gapiryapman. Nohaq ayblayapsiz Yusuf Bey. Menga qara. Burgaga achchiq qilib ko'rpani yoqma degan gap bor. Men xotirjam bo'lishim uchun burgasi bor ko'rpani ham, uyni ham yoqaman, bilib qo'y. Haydalding. Haydaldimmi? Shu gapni aytish uchun nega 4 yil kutdingiz? Nega boshdanoq aytib qo'ya qolmadingiz? Mendan hisob talab qilyapsanmi? Haydalding deyapsiz. Nima qilishim kerak? Qaddingni bil. Kim bilan gaplashayotganingni unutma. Hech narsani unutganim yo'q. Otam jinoyatchi bo'lsa, menda nima ayb? Sarp! O'zingni bosib ol. Men hech kimning odami emasman. Bu yerga jinoyatchi bo'lish uchun emas, politsiyachi bo'lish uchun keldim. Politsiyachi. Tushundingizmi? Shukr qiling, bosh mudirsiz. Bo'lmasa, meni hech kim qutqara olmasdi, shundaymi? Bu telbaliging bilan baribir politsiyachi bo'la olmasding. Bu ishni shunday qoldirmayman.